Bedani buzamiz deb bacham kartoshka ekan. Kartoshkani sotib, sani kontragtni to'laymiz, qayin bacham. Davay, hammasini o'g'darasan hozir. Chuqurroq o'g'da. Chuqurroq o'g'da. Chuqur. Nima bu? Bu parik dada. Yungingga holi ko'tarib Sen holi aqling kirmadimi? Maybe. Yo'q dada, bera olmayman buni. Buni kimdir kiysa yomon ahvolat tushishi mumkin-da. Nima? Buni chiqarib yo'qaman. Qaytib kiyib yetiyorum bo'lasan, tushundingmi? Ha, kiymang faqat dada, iltimos. Men yungingga kiymayman. Yo'qaman buni. Kiymasalar bo'ldiydi. Nima kiyman deydi buni? Oddiy yung. Kiyib ko'rsammikan ya? Bila, kiydilarmi deyman-da. Dada! O'g'lim. Dada, men sizga kiymang dedim. Nima kiydingiz buni? Men boshimdagi noz chichoraman bilan. Do'stim, nima his qilyapsan? Nima qilishni bilmay qoldim. Nima qilishni bilmagan payting hech nima qilma. Dushmaning seni nimandir rejalashtiribdi deb o'ylash. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda. Jinlimisan yo'san? Nima deyapsan? Instagramda o'qigandim-da. Singlim bilan gaplashayotgansanmi? Yoraman seni, tushundingmi? Yo, menga telefonda katta gapirma, yo'nima kelib gaplash. Qayerdasan, joying ayt. Mahallamda o'tiribman, tez bo'l. Xo'p, deyaver do'stim. Og'zi yirtilguncha gapirsinlar. Sanmi meni singlima gapirgan? Ha, men. Nima deb karilading sen telefonda urishasanmi? Katta gapirma. Tushunmadim, yur ham bu yoqqa. Ey, to'xta. Bitta qulfga 10 ta kalit tushdimi? Demak, u qulf buzuq. Beraka, nima deyapsan sen? Sen men singlim buzuq deyapsanmi shunda? Bizni tilimiz qilishdek, qalqoning bo'lmasa chetroqdir. Akang deb tayoq yedim men. Ani cho'shdi sani jo'rang meni buzuqqa chiqardi, kalit malik deydi, kimdan oldi deydi. Qanaqa buzuq? Abichini buzuq bilmayman nima degan. Yaxshi qiz, satrni qarang. Erta ochilgan gulni ifori bo'lmas. Yuralash uchunmi jo'rang bilan? Ko'ra. Siqilma. Karavan layot, sabaka idiot. Jon atayning shu bo'mor matratsalaring bilan men seni ajralaman, vobshe sharmanda qilding. Agar boqgan iting senga tashlansa, bilginki uni qorni to'ygan. Yettita soching kal qildirasan, tushundingmi? Yarashmaydi bunaqa erkak kishiga. Привет! Очень вкусный тойпа. Kim bu? Kim bu? Men bilmayman dada. Kim biladi? Men qayerdan bilasiz? So'rang kimlarga? Kitovi devichka. Я не девочка, я хотин. Kim xotini? Ismati xotini. Ana, dada, Zokirda ham. Jimatir. Ey, qizim, siz ozgina adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Qizim, men Ismat aka, qanaqa qizim? Menga 50 yosh, biza baravar. 20 yil oldin Moskva, Sankt-Peterburg, Lyubov eslolmadingizmi? Kim bu dada? Ha? Bizlar o'ylamadingizmi? Xotiningiz bor ekan, bizlardan sir tutib nima qilyapsiz? endi bacham shu payt Moskvaga ishlasha borgandik-da, yoshdik. Endi aqlimiz yetmagandi. Qo'ying, bizlar o'ylamagan bo'lsangiz ham onam o'ylash kerak-da, onam nima deymiz hozir? Endi 1-2 kun yoshirib bir joyda onangga aytma bacham, iltimos. Jiyanim qani mani? Jiyanim aka adob keldim. Jiyan qanisa? Ismat, to'y yaqinmi yo? Ahay, tang to'y qilamiz. Voy, Husniddin aka. Men lekin Sankt-Peterburgda ishlamaganman bacham. Qizingizni qo'lini so'rab kelgandim. Mani qizim umrida kir yuvmagan, uy supurishni bilmaydi, ovqat qilishni bilmaydi, issiq sovuq suvga qo'lini urmagan.
Xullas, agar shu ishlarni o'zim qilaman desang, to'ying qilib berishga roziman. Rozimisan? Shu gapga rozi bo'ldingmi sen? Yana bitta shartim bor. Nigina meni yakka yolg'iz qizim. Agar ichki yov bo'laman desang, mayli to'y qilishga roziman. İçki yo'q bo'lmoqchimisan? Ha? Sen o'zi erkakmisan? Ha bacham? Erkakmisan? Kir yuvish, spirsidir, ovqat qilish, ichki yo'q bo'lish erkak kishiga yarashmaydi bacham. Erkak kishi pul topishi, ro'zg'or yuritish kerak. G'ururing bormi senda o'zi? To'g'ri dada. Siz to'g'ri gapirdingiz. Siz men yuragimga tegib gapirdingiz. Men hech qachon erkaklik g'ururimni pulga sotmayman. Ichki yo'q bo'lmayman hech qachon. Hozir borib aytaman, qizini bersa bersin, bermasa pashol. Hozir. Menga qarang doim, men ichki yo'q bo'la olmayman, chunki menda erkaklik g'ururim bor. Tushunyapsizmi shuni? Uya kelin bo'landan keyin qizingiz ovqat ham yetadi, mollari ham qaraydi, kirim ham yeyadi. Tushundingiz? Bermasangiz bermang, sog' bo'ling, ketaman men. Agar meni kuyovim bo'lsang, ana shu orqangda turgan Haval Dargoni senga beraman. Bu Havala oxirgi modeli. 2 turbina motor, yo'l tanlamas mashina. Hayoting o'zing qo'lingda turibdi. Xo'sh, rozimisan? Nima qilding? Rozi bo'ldingmi? Yo'q, nima rozi bo'laman dada? O'zingiz aytdingiz-ku, menda erkaklik g'ururim bor. U narsani men pulga hech qachon sotmayman. Unaqa mashinalar uchmaymanmi? Hay. Onang. Biladi, qayerdan ham aytdim ha bunga bilat. Kimsiz? Sigaret chekish mumkin o'z uyda? Yaruchi, men killerman. Men shu odam kim? Erim bo'ladi bu meni. Men shu yeringizni o'ldirishga keldim. Hozir top bermasangiz sizni o'ldiraman, lekin tushunmoqsizmi? Erim keldi, erim. Hay shu yeringizni o'ldirmoqchiman men ham kelin. O'zi ichkariga kirsa, seni ham meni ham o'ldiradi. Nima? Shikaf ichidaman, yeri keldi. Garang yeri kelgan bo'lsa o'ldir shuni. Yo'q, suvon bir chanqab. Bani qo'yasan topdim. Tushunmadim. Sen kimsan? Men killerman, seni o'ldirishga keldim. Meni o'ldirishga kelgan bo'lsang, meni xotinim bilan nima qilib turibsan bu yerda? Men sen xotining ishim yo'q, men seni o'ldirishga keldim. Xo'p, killerman. tushundim. Meni o'ldirishga kelgan bo'lsang, shkaf ichida nima qilib turibsan? Xotining aytdi, shkaf ichiga kiring dedi, men kirdim-da men. Demak, senlar aloqang bor. Sen kimsan? Meni xotinim bilan birga o'tirasan uyda. Men o'zi killerman, mana. O'ldirgan odamlarimda mana ko'ryapsizmi? Mana. To'xta aka, men ham erkak, sen ham erkak. To'g'risini ayt, nima qilyapsan? Yo'q, aka, men buni xotiniga hech qanaqa ishim yo'q meni. Men aka, birov xotiniga ko'z olaytiradigan inson emasman. Ana men hozir bu bilan gaplashdim. Menga tushuntirdi, haqiqatan killer ekan. Bu ko'rsatdi narsasi. Endi sen to'g'ri tushunda, bu endi ko'chada o'tirmaydigan u ekran xotining shunday aytanda. Xotin? Bunga oldim ha. Balo bordim, talvishiga kelib, xotin yonida balo bormi senga? O, men uni o'ldirishga Og'zingdan qarab qoni kesin. Og'zingdan qarab qoni kesin. Nesiz bu ya? Men senga yukini aytdim bacham. Kallangdagi yungni olib tasha deb. Nima kerak? Nima qilasan bu yungni? Radik, men keldim jalla. Bu kim bu? Ha bacham? Kim bu? Jo'ram bu dada. Nima sizlar hammalaringiz qurvaqaga o'xshab o'tirasizlar? O'zim o'rgatantimda bular. Tekshiruvli doda. Mehmon kelibsiz, ad-dushi, rahmat. Endi jo'rayza qo'shilasiz hozir, yerda ishlaysizlar. Tushundingmi? Tushunmadim. Aytmadingmi? Adingga men dam olishga kelganman-ku jalla. Dam olishga kelgansizmi? Ha? Bittasini odam etdim. Endi mehmon sizni ham odam etaman. Bu yerda ish bormi? Bu yerga bitta rabotchi kelgan. Pulini men bilan gaplashasiz faqat. Ana shu rabotchi hamsa. Yangi kelgan. 5 oling.
Kuniga ishlagan uchun 50 mingdan beraman. 50 ming to'g'ri kelmaydi. 80 ming so'm. Normal ishlaydim. Hamsiya, buni men olib ketamdan keyin men o'zim 80 ocham. Meniki ham emas, meniki ham emas. 65. Menga qarang, hamsiya, mol sotmaysiz-ku, odam bu bor ishlaydi. Bu moldan farqi yo'q buni. Odam yetish kerak buni. Hamsiya barakammi? 60 beraman, hamsiya. 65 dan bir tinam kam ber. Qattiqlik etmang 5 ming uchun. O'rto, lakasani nito tashabsanu jalla. Mana yana bitta rabochi keldi. Ha endi 60 dan beraman. Endi 50 dan beraman, 50 dan bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Qanday kelmaydi?